Hurmatli qoraxonlar. Necha yillar oldin oldimga kelib, o'g'lim Efeni kim olib qochdi deganding. 30 yildan keyin javobini topdim. Aslan yashirgan xazina o'g'ling. Ismi Alijondan. Rasmiy qaydlarga ko'ra avariyada o'lgan. Tekshiruvlarimizga ko'ra hozir tirik va boshqa nom bilan davlat vazifasida. Shundaymi? Shoshmang. Nimalar deyapsiz? Aslan shaxsiy sabablarga ko'ra meni xabarim bo'lmasdan dala hovlingni bosgan. O'g'lingni olib qochgan. Biroz vaqt hech kim bilmaydigan joyda saqlagandan keyin sen Kiprda taniydigan o'qituvchi Sabohat ishlaydigan yetimxonaga topshirgan. Yetimxonadan o'g'ling Jondan oilasiga farzand qilib berilgan. Va bu mumtoz oilada katta bo'lishini ta'minlab, uni tashkilotiga ishga olgan. Orqasida davlat bo'lmasdan buni qanday qiladi? Sen davlatga shunchalik qarshi chiqqandingki, davlat uning orqasida bo'lishga majbur bo'ldi.